بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Noit şefqatlik ve mihriban Allah'ның ismi bilan başlayman. İnsanlarning Parvardigori, insonlarning podshohi, insonlarning ilohi Allohga sig'inib, kishilarning dillarida vasvas qilg'uchi jinlardan va insonlardan bo'lgan yushurun shaytonning vasvasasining sharridan panoh tilayman degin.